Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün 2019 yılı 2. ayının 3. günü. Bundan 22 yıl ilgiri güzel yurtumuz Gulcı'da Uluq Ramazan küllerininki oyatısıda Allah razılığı üçün yurtumuzun amallığı, paklığı, saplıqını qoğdaş yolunda Allah ve Allah'ın Resulü'nün buyruğunun itaatinin içinde turup şu aziz yurtumuzun tacavuzçı Xitay mel'ullarınınki depsendi kılıçlardan qoğdaş yolunda özlerinin aziz canlarını pida kılıp koçalarga çıkıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan şuarını to'lab ulug' diyarımızda İslam meş'ilini qaytadan julalandirish uchun özlerini doğu tikkan aziz şehit qarindoshlarımızning 22 yıllık bugünkü gününü hatırlab o'tiribmiz. Ular Allah ve Allah'ın Resulü'nün izinden şundaqla özlerinin İslam'a bo'lgan sadaqatining yüksekligidan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan kalimenin haqiqatini namoyon qilish uchun o'ttirg'i chiqqan fidokor shahidlar. Biz shu millatimizning javhari toji bo'lgan bizden vakitsiz ayrılgan şu ulug' şehitlerimizga dua tilavet qilish ve ularning qiyomatki mertebesinin üstün bo'lishlik bilan birga şu qabahatli kunlarni unutib qolmasdan Allah'ның Resulü'nün İslam'ның cümleden bütün İslam ümmetining ashaddiy tarixiy dushmani bo'lgan mal'un Xitoy tajovuzlarining Uygur kavmiga asrlardan beri Yavuz kolunu sunup hardlık, zabunluk, mustamlik içinde yo'qotish maqsadining en yuqori pallasiga chiqqan bugungi kunlarida biz 22 yıllık shahidlarninki ulug' kunini xotirlash oldida turibmiz. Bugungi kun biz uchun, ya'ni ili xalq uchun en ig'ir bir musibatli kun. Bugünkü gün yürek parları ata-analardan ayrılgan, ata-analarının yürekleri kan zerdap bo'lgan, cesetlerine igi bo'lamagan o şehitlarning aziz bedelleri, Yavuzlarning adam tanımas işleriga tanıtılgan, haqda ching turgan tillari kafir tajovuzlar tarafidan kesilgan. Aşındaq bir qabahatli kunning xotirasini qilib o'tiribmiz. Bugün biz şu davrning shohidlari bo'lsak, bugün 22 yosh kirgan bola ana shu kunda tug'ilgan bo'lsa, u kunning nimaligini bilmaydigan bir holat shakllanganligi uchun biz shu qabahatli kunlarni, ya'ni bizning ustimizdan o'zining eng qabih vostalari bilan qirg'inchilik ib berayotgan şu tajovuz kafirlarning abdi bashirisini avlodlarga tushuntirish ve hem şu arqılık özümüzün tarihi düşməni bo'lgan Xitay tajovuzlariga qandaq taqobil turish, buni qandaq izchillashtirish ustida her bir yosh ve yaşangan o'tir yosh shahidlar bo'lsin, hammamizga shundaq bir darslik bo'ladigan kun. Şuna aziz qarindoshlar, bugungi kunimizni hergiz unutib qolmaylik. Xitay tajovuzlari bizning alimlarimizni qirdi. Doktor, professorlarimizni qirdi. Qo'saqdagi balalarni qirdi. İffetlik yüzü töven analarni qirdi. Qisqasi bizga hech qanday aramlik bermadi. Mushu maydonda o'tirayotgan har bir azizlar özünün mehriban ata-analardan
qo'ni qarindoshlardan, mungluq vatanidan ayrilib o'ltirishlik sabab bo'lgan kim? Shu mal'un tajovuzchi kafir Xitoy. Mustabid kommunist. Bizga barliq musibat faqat shuningdan keldi. Shu sabablik biz nada yashayli, nada turayli, qandoq yerda bo'layli, vujudimiz, ruhlarimiz o'zlarimizdan ko'tarilib ketgandek, chiroylarimiz so'lg'in, ko'zlarimizning nuri o'chgan, qalblarimiz yara yashayotimiz. Aziz qarindoshlarim, biz bundan 22 yillik ilgariki o ili vaqasidagi qatlamni hargiz unutib qolmayli. Ve o tilini kesilgan bedellari ve hammanimizdan ayrılgan Allah'ın huzuriga o'zining sap qalbi bilan ketgan shu shahidlarimizni hargiz unutmayli. Ularga ma'lum yilning ma'lum vaqt kunidagi bir faoliyat bilan emas, hayotimizda, her bir sajlarimizda her vaqt ularga ulug' duoda bo'lishni unutmayli. Demek biz bugün bu yerga jam bo'ldik. Hammamiz yuqorida degandek intayin ig'ir musibat ustida. Hatta kulishni unutgan bir millat biz. Xushallikning nimaligini bilmaymiz. Ruhimiz intayin och bo'lganligi uchun yegan taomlarimiz tetamaydi. Uyqumuz uyqu emas. Har qanday vaqtda psixikimiz buzilgan holatda turibdimiz. Men barliq qarindoshlarimizning namsiz ketgan shu shahidlarimizga ismini tillarda dastan qilishga qodir bo'lmagan Sharq Turkiston diyorimizdagi shu ulug' shahidlarga cho'nqur ehtirom bildiraman. Ham barliq qarindoshlarimizdan ularga davomliq ulug' duoda bo'lib qilishligini umid qilaman. Endi shu vaqtdagi shu ili qatl amida yana shahid bo'lgan Imom Hasan degan inimiz bugun so'rnimizda ba. Men navbatda bu inimizni so'zga taklif qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yuqorida yetakchimiz va Abduqodir qarindishimiz ikkisi shu ahvolni bir qor so'zlab berdi. Endi men shu kuni ko'rgan va o'zim bilgan ahvollarni o'zimning bilishcha endi men buni ochiq tayyorlab kelmabdiman. So'zlab beray. Endi shu chog'da, ya'ni 97-yili bizning o'zimning turishlik o'rni hozirgi xalq maydoni, ya'ni shu chog'da O'rinbog' deb atalgan bir bog' botdi. Shuning qarshisida ko'chitdi endi. Bizningki shu ko'chining qarshisida endi cho'ng bir maydon, endi keng cho'ng shaharlik kinoxona va cho'ng bir maydon. Shu atrofning muhitini tasvirlab bersam endi bizningki yani Taxtiy mahallasi olsun, Yangi bo'lsin, Matarabning o'sa Ko'nchi, Qozonchi deymiz. Mushu butun tashlabki atroflarda birmo Xitoy oilaliklari yo'q endi. Asosan Uyg'urlar o'tiraqlashgan rayonlar endi. Hattoki bu rayonlarga odatda Xitoylar kunduzlarmi kelinmaydigan ahvolda endi, kelmaydi asosliqi. Ammo bayon qarindoshlarimiz degandek Xitoylar bizning millatimizga hozir oshkora noiti qabiy usullarda ziyonkashlik qilayotgan bo'lsa, u chog'larda noiti yushurun yilmikr bilan qasqatgan suiqasd qilayotgan chog'larda bu. Bizningki shu doirani bilsak, bayam degandek birim xanzu oilalik yo'q, lekin shu doirada bir qancha elektronlik o'yinchixona shu chog'da Loyshanxona, Majanxona va G'altaklik Kangaxon deb qo'yatdik. Shular bor. Bularni boshquradiganlarniki, yetaklaydiganlarniki hammasi butunlay xanzulardi. Amaliyotda bu rayonda bir xanzu yo'q, xanzular odat qo'qib kelamaydigan rayonda Xitoylar butun yoshlarimiz, ya'ni 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalar butun shu o'yinchixon bo'lsin, Majanxon bo'lsin, shu G'altaklik Kangaxonlar bo'lsin, shu yerga to'lib ketgan bu vaqtlarda. Ya'ni bu vaqt bu shu bolalarniki, shu Uyg'ur yoshlarininki, shu 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur yoshlarininki, shu vaqtlari ilm o'qiydigan, hunar o'rganadigan, ishqib o'ziga bir foydali narsani o'rganadigan vaqtlari. Inson shu vaqtlarda, shu 15 yosh yoki 25 yosh atroflarida ma'lum bir narsa asos tikilib olmasa, shuningdan keyingi yoshiga nisbatan u insonga nisbatan bir besimcha ig'irlashib ketadi. Xitoylar buni bilgachga
Xitoy komissar buni bilgachga, butun shu chog'da shu yoshlarni shu xildagi narsaga qiziqtirib, ularningki vaqtlarini, zihnlarini, umrlarini zoya qilishga uringan. Buni sezgan qarindoshlarimiz shu chog'da yuqorgi qadashimiz degandek har xil faoliyatlarni o'rnalashtirish orqali kishilarga buningki mohiyatini, shu kofirlarning mohiyatlarini tushuntirishga uringan. Kofirlarningki bu xil ziyonkashliklari hatto men 2014-yil Misrga chiqdim. 2015-yili pasportlarni qo'yayotgan bo'lib nurg'un yosh bolalar Misrga chiqqan bo'ldi. U Misrda biz 7-rayonda turdik. 7-rayonda shu bir chiqqan qarindoshlarimiz Xitoyda zerikib ketdim qandaq. Bir Xitoy yo'q bir rayon endi bu. Bir Xitoy topib olmaydigan bir rayonda o'tiraqlashgan ekan. 95-yil kelgan chaqda butun Misrningki 7-rayonning ko'chalari Uyg'ur yoshlar to'shib ketdi endi. 95-yilning oxiri kelgan chaqda bir Xitoy paydo bo'ldi. Men do'kon ochdim, shu do'konimdan 150 metr nariroqlam bir to'rxona ochdi bu endi. Internet xondan birini ochdi. Bu yerga kim kirdi desa, u yerda arablar kirmaydi onunga. Yoki boshqa davlatdan kelgan o'quvchilar kirmaydi. Bu Xitoy ochgandan keyin yana shu to'rxona to'shqanlar kim bo'ldi desa, bizlar yana shu yosh bolalarimiz ashta bo'lib ketdi. Shu yerga kirib ketdi endi. Demak, Xitoy bizga har qanday vaqtda bo'lsin, mayli oshkor bo'lsin, qabih usulda bo'lsin, yoshirin usulda bo'lsin, ziyonkashlikni qilib keldi. Shu xil ziyonkashlikni sezgan shu qarindoshlarimiz har xil faoliyatlarni, da'vat faoliyatlarini olib bordi. 97-yili 2-oyning 5-kundan 2 kun burun yoki 1 kun burun bu ishda to'g'riliq men ozroq xabar topgan endi. Ba'zi qarindoshlarimiz kelib, ideyalarimizni tayyorlab qo'yishimizni, yaqinda ma'lum bir ishlarning bo'ldiganligi to'g'riliq dedi. 97-yil 2-oyning 5-kuni, ya'ni Ramazonning 27-kuni saharda men uyda o'tirsam, bizningki qo'shnimiz batdi bir. O qo'shnim ayol yugurib kiribdi, olib kiriblam opamga. Anam o'shaning bilan balon sirtga chiqaman, talabek qalaymikan. Tazı yaxshi emas bir ish chiqib qolarmikin deb qo'yiblam chiqib ketib qoldi endi. Sababi endi bizningki uy bilan bizning namoyish bo'lgan o'rinning oraliqi bek yaqin, namoyish boshlangan o'rinninki. Oraliq 400 metrdek atrofida keldi. Namoyishchilar mengib bizning uyning oldidagi bir ko'chada o'tdi. O ko'cha oraliqimiz 100 metr mekanmaydi endi. Shu kun atdiganda nurg'un yosh bolalar shu bizning ko'cha atroflariga yig'ilib ketgandan keyin bizning qo'shnimiz buni sal bir sezdimi, keliblam, anam shu gapni qo'yib chiqib ketdi. O qo'shnimiz chiqib ketishiga Alıqda 5-10 minut o'tmay istillam bolalarningki vaqirab mangan ovozi, ya'ni short to'g'lab mangan ovoz anglandi uyga. Shu chaqda chiqay desam chiqish imkoniyatim bo'lmadi, anam chiqatmadi. Alıqdan 5 minut alıq o'tgandan keyin men odatda uyda shu nefis ko'ynak bilan o'tirgan. Men talaga chiqib keray, joyga tang chiqib keray deb nefis chapanini ustimga otdim. Chiqib bilan udillam ko'chaga jugadim. Ko'chaga chiqib bilan do'qma chiqsam, namoyishchilar oldi bilan ketib o'tdi ekan o bolalar. Men shu yerdan o'ng qarilib, yana shaylik soch taraf qarab mangdim. Azraq mangan ekan 100 metrcha mangandan keyin bolalarniki bayam qasimjon degandek sevatgan chapallari, nur quloqchilar, nayt qilma bog'liq kiyimlar shu yerda bir maydon qilam zodi ko'tib berilgan. Bir xil tanlasagandeklam bir maydonlar bor ekan. Atrofda o'tib ketayotgan odamlar bor, lekin ularniki u kiyimlar qaraydigan nemisimi yo'q. Men u yerdan chiqib shaylik sochini oldiga keldim, u yerda o'tiblam. Shaylik sochini oldimmi, yo bir soqchi yo'q yoki boshqa bir odamlar yo'q. U yerdan men tuvallab tushib Şenxoy kitabxonasidan yeniden konsulni qilishgan, konsuldan shaylik partikulining qishig'icha yugurib bordim endi. Ya'ni burunqi bayam 95-yil namoyish to'xtatilgan yerga yugurib bordim. Lekin u yerga borsammi, bolalar allabirun ketib qopti. Ularning kayni yetishib berishga mening ko'zim yetmay, kayga yo'lim bilan kaynim qaytib, yana shu shaylik soqchini oldiga kelsam, shaylik soqchini oldida bir 20-30 yaqin odam ayol bo'lib to'plashib turibdi endi soqchiga taraf qarab. Ikki soqchi bor ekan, ular birimdan tushuntirib o'tdi. Men bularni orasiga qitilib shuni bilan tudim endi bu yerdan. Shu oraliqda balki uzun vaqt o'tmadi, bir soqchi mashinasi keldi. O mashinasida tunji turkumda bir turkum bolalarni tutib kelibdi endi. Uning ismini qilish 15 atrofida bolalar bor. O mashinasi kelib to'xtablam bolalarni tushadi, soqchilar bolalarni soqchiga taraf shaylik soqchiga ichiga ip mangdi. U bolalarni tushagan mashina kayniga qaytish jarayonida mashina oldi qapqiga endi cho'kilib ketganlik sababidan bütün yig'ilgan boshqa 20-30 odam vaqirishib ketdi. Vaqirishib ketgandan keyin soqchilar biz taraf keldi. Shu oraliqda bu ishlarni jiddiy yuz bergachga men nima qilishini bilmay turib qoldim. Lekin endi qadardan hammasi kayni chekinibdi. Men turib qolibdim. Bir Uyg'ur soqchi kelganchalar meni tutib shuni bilan akir ketdi endi kayniga. Men menga chog'da kaynida qolgan shu odamlarmi soqchilar bilan xil vaqirashdi endi anglab turyapman. Onlar chiqiblar meni bayab meningdan burun akirgan shu 15 ga yaqin balanikiga orasiga ketib o'tdi. U bolalar shu chog'da shaylik soqchininki birinchi qavatida 2 yotoq bor ekan. Bir-biriga qarshi turgan. 2 yotoqqa solabdi, ishlar o'chiq. U soqchilar mutaz bir ishlardan shu chog'da xabar to'liq topmadim, bilmadim.
o'shiqmi gapmi qilmadi, yo savol so'raqmi yo'q. Shu araliqda, shu holatda endi bu yerda yarim soatdek vaqt o'tgandan keyin, yarim soatdan oshiqroq o'tdimi? Bir chaqmoqcha chiqinglar dedi, hammamizni birdan saqchi qo'llarimizni kayimiz qilib, beshimizni tuan holatda ochishdi pastga. Balandpaydan tushdik shari saqchiniki. Saqchixona oldida bir mashina to'xtatilganki, u mashina chiqadi. Hammamizni o'rindiqniki yo'lanchikidan beshimizni tuan tutishga, beshimizni ko'tarmas buyruq qildi endi bu yerda. Biz bilan birga ikki saqchi mashinaga chiqdi. Ikkisining qo'lida bir temir yog'och kaltak emas, temir kaltak bor ikkisining qo'lida. Kimning bolalar beshini ko'tarsa, endi shuning bilan urib beshini past qildi, beshini urdi. Ya'ni bizning bu yerda derazaning sirtga qarash imkoniyatimiz yo'q, sirtni ko'rish imkoniyatimiz yo'q. Bu mashina bu yerdan chiqib, aylanib bo'yin kesik orqali Yangi turmush taraf qarab mangdi endi. Yangi turmushiga oz qolgan chaqdilam, yangi turmush kirmasdan, yangi turmushning qarisi qipash o'dildi bir harbiy gazarm bor, shu turmani saqlashga mas'ul bo'lgan. Shu gazarmaning ichiga kirdi endi bu mashina. Mashina gazarmaning ichiga kirib, endi bu bizning beshimizni ko'tarish imkoniyati yo'q. Men gazarmani bilib turdim. Azroq mangandan keyin bir maydonga bizni tushishga buyruq qildi. Endi bu gazarmada asosan bir Uyg'ur saqchi bo'lsin, Gondopay bo'lsa hech kim yo'q endi. Bular harbiylar bor endi. Men mashinadan tushish jarayonida unda qarsam bizdan burunmi kelgan bolalar bor ekan, ularni shu maydonga yetkazayotgan ekan endi. Bu kapralar bizni ayt qo'pollik bilan tushagan bo'ldi mashinadan. Tushish jarayonida bo'lsin ayab o'tamadi. Unda bizni pastga tushirib, bizni chambar shaklida, ya'ni dugulak shaklida beshimizni qo'limizni beshimizni ustiga qo'yib dumitishga hammamizni buyurdi endi. Biz shu holatda endi yotdik. Ba'zi bolalar yotmaslik uchun, ular bo'ysunmaslik uchun xil tirishib qarshilashdi ular bilan. Bu bolalar Alloh rozi bo'lsin, ko'p arzatlarni chekdi. Endi shu chog'da endi tafsilak aslab bilsam, mening o'ng tarafimdagi balni gapini anglab turdim. U bal Alloh rozi bo'lsin, o'z mustahkam turdi. Yenimizdagi kishilarni bo'lsa sabr qilishga, undan keyin mush kofirlar yalvurdigan ishni qilib qo'ymaslikqa, kofirlarning oldida bir ay tomchi yeyishimizni chiqargan ishni qilib qo'ymaslikqa to'xtamay da'vat qilib turdi. O bola to'xtamay kaltak tegyapti, lekin o bola bizni mush kofirlarning oldida bir kofirlarning oldida tuvan o'rin chiqib qolmasin, yalvurib qolmasin degan maqsadda nihoyat ish tavsiya qilib dedim bu yerda. Shu vaqtda mening so'l tarafimga birisining chechini tutib akib tashildi yenimda. Sal ko'rib turaman. Qarsam azaq beshimni ko'tarib qardim, qarg'ini bilmay qarsam shu chaqda 18 yoshli atrofida bir qiz bola. Shu yenimda turdi, u qiz to'xtamay duo qilyotdi. U qizim bizga o'xshash qo'lini beshi qo'yuqliq. O qizning duosi shunday chiqib, Alloh rozi bo'lsin. Shu hozirgi quloq tubimda bor. Ya Alloh menga sabr bergin, kafir oldi xarqamagan deb shuni duo qilibdi. Shu vaqtning o'zida endi meniki biz chambar shaklida yotqizilgan qarshi tarafimizda bir Xitoy Xanzo Xitoy harbiy ekan, u vaqirab ketdi. Xitoycha vaqada endi mushu Qashqarlik deb vaqirab ketdi. Beshimiz shunday ko'tarib qolsam, naq qarshimda 40 yoshdan oshgan bir odam bor ekan, gajgisdan ko'targan holatda nim qildi. Qardi. U odam qarsam chiroyida bir qo'rqinishmi yo'q, endi tamkin o'zi. Men O'ljida, men Qashqarlik emas, Qashqardan emas degan gapni qildi. Endi keyin xursam bu odam yaqinda biz medialarda taqtilgan, shahid qilingan Abdurashtojim degan kishi shu kishi endi. O kishilar men keyin 2 oy birga yotdim, shu bir kamerada birga yotdim. Meniki so'l tarafimdagi qiz shu Abdurashtojimniki qiz endi. Endi nima sababdan shu qizvalni Abdurashtojimni qishiq aka ba chambar biz momuz tutilgan chaqda qiz yo'q, biz bilan tutilgan chaqda, biz bilan mashina kelgan chaqda. Nima uchun shu biz qizilgan bir chambarga keldi, nima uchun qarisi qo'yildi, nima uchun shu qizning qarisini qo'yib, hojimni ko'tarib, Abdurashtojimning gaygisini ko'tarib, qizni ko'rsatish yoki qizga dazisining ovozini anglatish orqali bu yerda nima maqsad qildi biz buni uqmadik. Ammo shu kuni endi ko'p bolalar arzat chekdi endi. Asosan bolalarniki yendiki odam bilan paranglashishga yo'l qo'ymaslik, uniki beshini ko'tarishga bo'lmasligi sababdan bizning boshqa yenimizdagi, boshqa chambar shaklida qo'zg'algan bolalarniki nima ishlarni ko'rib ketganligini biz uqamadik. Endi u qish yamonlar bilsa, qish kunlari ya seminut endi bir tozayotgan bilan yani mo'z endi shu yetkazilgan holatda endi hozir jiq aslab baxtim esimga olmadim, qancha turdik endi, balkim bir necha soat turgandik. Bir chaqda o'g'an chaqda mashinaga chiqishadi deb shuni qaytadan bizni bir-birlab mashinaga chiqishga buyurdi.
endi ba'zi bolalarning endi bu yerda faqatla mangdek holi yo'q endi. O'zini o'z kontrol qilib yan desa mangdek holi yo'q. Ba'zilarimizning ozroq holi bor. Endi bir-birimizni yo'llashtirib hol yo'qlarni so'rab degidek endi mashinaga chiqdik. Endi mashinaga chiqqanlarning ichida biz bilan birga kelgan bola 15 bola shumi yoki boshqa bolalar aralashib ketdi, buni fuqun olmaydi endi. Ishimizni ko'tarib ko'rish, tonish imkoniyatimiz yo'q endi bu yerda. Mashina o gazarmadan chiqqan bo'ldi. Chiqib bilan yo'lning qarshi tarafiga o'tib, shu cho'ng qor darvoza surilgan, o darvoza joyda sulh darvozadan kirdi. Darvozadan kirgan chaqda birinchi meni o'ylagan ishim endi bu turma deganga biz uningdan burun faqat eng eski odamlar kirdigan ya, o'g'ri yanchiqchi qaraqchi kirdigan ya deb o'yladik. Lekin shu kuni ahvol qarablar turma deganga yaxshi odamlar kirdi ekanda degan xiyol shu kuni men tunji qidim kallamga keldi. Biz qor darvozadan kirgandan keyin cho'ng ekan uni ichi, mashina bilan kirdik. Eshikdan kirib azroq mangan chaqda o'ng qo'l tarafda vaqt tutib turish o'rni bor ekan. Onda azroq o'tganda yana o'ng qo'l tarafda zahar tashlatqish o'rni bor ekan. Udul qarxoz bor ekan. Bizni endi vaqtli tutib turish o'rniga oldiga kelgan chaqda mashina to'xtatdi. Ya'ni tushishadi dedi. Tushdik. Mayli chiqqan bo'lsa, mayli tushgan bo'lsin, bizning tumir kalti uzilmaydi. Shundan so'ng biz hammamiz ishkini oldiga kelib tizildik. Endi biz tushgan yerdimi, endi bu yerdimi biz akaganlar asosan harbiylarda, endi harbiylar bor. Pastda harbiylar bor. Ularning qo'l butun qurolliq, qo'llar ishtlari bor. Biz qadr tizildik. Endi shu orliqda bizniki sapning oxir bir bola bor endi. Shu bola qaratib bilan bir harbiyasi o'ziniki bir kafir o'ziniki ishdan qo'yibdi endi. O ish etilib endi biz o'yladik endi beshimiz tuyan bo'lsin ko'rib turyapmiz. Endi bu balni qanday qilib ketadi dedik, lekin işte Allohning rahmati bilan o'qinishimizga emas, yendiki bir kaltak o'tirib olgan bir harbiy bor ekan, shuni qarab etildi. Shuning bilan bu qiyachiq bilan bu harbiylar o'zlari o ishni tutishni jigadi. Shu orliqning o'zida ma'lqa darvoza ichidan ichildi ekan, o vaqt to'xtash o'rniki. Darvozaning ichidan ichib bilan bizni kira deb bilan ichiga kirgizdi endi. Darvozaning ichiga kirganini bilmay ahvol qarab shu darvozaning ichida ekan vaqtli to'xtash o'rnidagi shu yaniki muhit ahvol qarta ko'rib ana haqiqatan xili hayron qoldi. Chunki u yer bir odatdagi bir turmadagi isqig'in olmaydi. Xuddi bir qushxonaga yoki bir jang maydoniga o'xshashlamandi bu yer. Chunki bizning ilgari kirgan shu chog'imda Farazimda bir yuzni o'shiq bola bor endi bu yerda. Qator tizlandirib qo'yilibdi. Hammasi qo'li beshida tizlandiruvlik, yaquzuvlik emas. O balaning ichida bir balaniki bir bala bo'lsin saq deyarlik bir bala yo'q endi. Ko'pincha balaniki beshi yeriqliq endi. Buni sababi men shu o'shandan balki aka shu beshi uriblikka o'xshaydi balaniki. Nurg'onlarniki boshlaridan qon yiqyapti, ba'zi qo'l bilan besyapti. Qanday qilmaganlari. Lekin besyapmi qo'lning orliqlaridan qon chiqyotgan. Ba'zi balalar qarsak butun qarsam og'iz burunlari qon endi. Ba'zining chiroyini to'nig'ini olmaydi. Ba'zi balalarniki endi bo'lmasa bakmo so'roqlam yo'q endi bu yerda, lekin kiyimlari bak itilib ketgan endi. Ba'zi bolalar qarsam mushu beqillam tutgan holat mushta tugilib undan tuz bo'lolmaydi, mushta bo'lib qopti. On taraf qarsam 3-4 odamni ko'rdim, endi aniq esimda yo'q. Ular tam o'shsiz ya jini bormi, jini yo'qmi unutmadim. Ular bir taraf tashlab qo'yilibdi. Qonunsiz yotdi endi o'shsiz holatda. Shuni jonsiz holatda. Biz ishdan kirishimizga endi buning ichida biz darvozadan kirgandan keyin buning ichida harbiy yo'q. Esimda qilishcha 2-3 soatcha bir necha kunni bayli bor endi. Shu darvoza qaraydiganlar bor. Ishdan kirgandan keyin bizning chapallarimizni, oyoqimizni, belimizni, kamarni chiqaring deb shuni buyruq qildi. Oyoqimni soldim, kamarimni chiqardim o'zim. Chapanimni solaysam, chapanim nepiz gap qilmay turasam, menga o'shiq gapni qilmadi, oyoqlarni olgan uyg'ur ekan u yerda. Shu o'tib ketdim u yerdan. Meni kayindagi bolalar nima qildi? Shu mening jarayonda bolalar bir qo'rq qarab mangdi. Biz berib bo'lgandan keyin men asabni oxirib tizildi dedi. Bolalar qarab mangdim, u bolalarmi bizga qarab turganlik endi. Garchi ularning hammasi qo'li beshi qo'yilib tam taraf qartib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin sirtdan bir bola kirsa, endi chiqib bir nima uchunkin qaraydi endi. Ya tonishimmi, ya tonishimni ko'ra oladimmi, yoki bir qerinishimmi ko'ra oladimmi qaraydi. Lekin u bolalarning chiroyida shu xil holatda qo'rqinchli holat chiqib qolgan bo'lsa-mu, bu bir qo'rqinish, mana bir ahvollar yo'q. Yuzdan bir xil nur yig'ib turdi, bir xil jasurlik yig'ib turdi, ko'zdan bir xil chaqnab turdi bolalarniki. Hech qanday bir qo'rqinish degan narsa yo'q. Mana shu bolalar endi o'tgan chaqda hammasi endi asosan qarab
past ovozda deydi assalomu alaykum Alloh sabr bersin, assalomu alaykum Alloh sabr bersin deb chiqib yangi kirgan har qanday bir bolaga yana sabrini tavsiya qilib Allohning salomini qilib tutdi. Shu holatda hammamiz kirdik, endi kirib bizni to'g'zib qo'ydi. Undan keyin bu g'ashlarni tasavvur aslayolmadim. Shu yerda shu holatda biz qanchalik turdik uni uqmayman. U kameraning oldidan qari toza o'tilganka, azoq kun tushadigan ekan, lekin kun tushgandan keyin u kuni sal kunning tabdi tushib, u kunga yelandan keyin azoq azoq ergan ekan. Ba'zi bolalar tizilib o'tirgan yerlari asosan patqoq. Va tiz taraf patqoq bo'lgani bilan ma put tarafi yan to'ngni nim qilib, chunki bu yoqsa olib tushmaga yelandi. Shu holat bir necha soat turib qoldik. Bir necha soat bo'lgandan keyin bizni endi shuni kameralarga bo'lib esimni qilishib 10 yaqin kamera bor ekan u yerda. Bo'lib soladi. Patmag'anlarimizni qarxozga chiqib ketdi. Patmagan bolalarni. Shu kameraning ichimi balkim ba'zilar bilishinglar mumkin. 20 kvadrat atrofida kelgan 20 ga yog'och sup chiqarilgan ekan. Odatda normalda 7 kishilik ekan bu kameralar. 7 kishi nim qildi ekan. Shu kuni bizning kirgan tunji kuni kirgan vaqtimda taxminan esimni qilishcha 30 atrofida bolalar. 30 ga yaqin bolalar kirdi. Shu asrlar yaqin bo'lsa kerak, asrdan keyin asr namozidan keyingi mezgillarni uni aniq aslayolmadim. Hammamiz so'layapti. Ammo so'layotgan bilan 5 minutda bir eshik echilib turdi. Bir odam akirdi, ba'zini ochiq ketdi, yana akirdi, yana ochiq ketdi. Taki mashina davomlashdi. Bir chaqda bir akamizni akirdi, o'tir yoshli bir akamizni akirdi. Akamiz kiriblamlaydi o'zi mardonlik bilan o'sha kishilarni bir ruhlantiradigan, ularni rag'batlantiradigan, ularning jasoratini oshiradigan nurga yaxshi gaplarni qildi. O akamiz kirib yarim soat shu gapni tugmay turiblam, yana ishga chiriblam ochiq ketdi bu akamizni. Keyin bu bolalar deb berdi so'ni ekan. Shu kuni bir ish endi meni bilan shu kun tutilgan bolaning ko'pincha nilqiliq bolalar ekan, nilqnayisidan tutilgan bolalar ekan endi. O bolaning deyishcha shu odam endi shu Abdixalilkamlar bilan namoyishni uyushtirgan shu kishining Abdixalil Abdumajid, ya'ni Abdukerim degan shu kishiningki birisi, yana Abdukerimkam degan shu kishiga bu kishining keyin o'limga hukm shahid qilyapti. U akamizni ochiq ketdi. Alloh akamizdan rozi bo'lsin. Yani bir mezgil o'tgandan keyin bir balana kirdi. U balmo nilqiliq bola ekan, u balmo. U balniki manga da hali yo'q. Ikki qo'ldig'idan so'rab kirib tashlab qo'ydi. Bolalar endi kameraga tashlagandan keyin bizning bolalar berib ko'tariblar, u balani qisib tushiriblar, bu suyoq supni ustiga oldik. O bola yana shunday holatda mashqamizning ahvol so'rab, sabrni tavsiya qilib turdi. Yerim kecha o'g'ancha bu balani chiqib ketdi endi. U balaning ismi shu u bala nilqiliqga balki marimizning nilqiliq balalar tonish mumkin. Ismini Abdushukur dedi. U balaning ismini qilishchi Abdushukur. Shu voqeadan keyin xatolashmasam 13 yil yoki 15 yil atrofida kesildi. Ramazonning 27si endi ishda vaqt bo'lib qoldi. Shu chaqdan ishtaqada hech narsa yo'q, bir chaynab kerak narsam yo'q. Hammamiz niyatimiz asosan niyat qilib aytgan bo'ldik. Anzodi shu kun kechacha ochiqib akirib qilgan ishlar bo'pti. U kundan asos ochiqqa so'roqqa ochiqibdi, endi bolalarni nim qilmadik. Ochiqqan bolani akirmaydi, qaytirib akirmaydi. Ochiqqan bolalar unda keyin bolalarni nim qilsak, ashuna o'xshash Abdukerimkamdek yoki bo'lmasa Abdushukur qilishimizga o'xshash har bir noyaning bo'lsin, har bir yezning bo'lsin, shu yetakchilar bo'lgan bolalarga asos qilib ketgan bolalar. Shu 6-sida tong otdi. Tong otganda shu saharlar har bir noyaning bolalarini o'zini noyasini qaytirib o'timiz deb so'zlab kirib shuni olib qaysi noyalik bolalar bo'lsa shu noyagan bo'lib nim qilgan turdi endi. Lekin shunchada bolalar bir azg'an bo'ldi bizning kameradagi bolalar. Lekin soat 13 ga bular bo'lmaylar, men qoidadan bolalarni to'plab akirgan turdi yana. Ularni akirish jarayonimi yani 5-sida biz ko'rgan ahvoldan ig'roq holatga kirgan turdi bolalar endi. Shu kuni kechgacha ismni qilishcha bolalarni sanagan birisi bekchi qolib ketganligi sababini 60 necha bola chiqdi endi 6-sida kechda biz birinchi kuni 30 nechadan 60 nechaga chiqib ketdik yana qoidalar. Chunki 6-sida yana qoidadan nurg'un bolalar kirib ketgan bolalar chidamay nurg'un bolalar o'tirib chiqib shu bolaninki davosini qilib chiqqan, lekin Xitoylar ularni kommunistlar saq qo'ymagan akirgan endi. Shu kuni 6-sida kech tarafdan bizga bir talda mom berilgan bo'ldi. Tunji deganimiz shu bo'ldi, 2 kunning berisida. 6-kuni, 7-kuni shuning bilan. Shu kuni men endi 6-kunim kechacha uyqu yo'q. Va bizga uxlash imkoniyatim yo'q. Chunki yog'och supa
biz u yerda put sunish emas, yetish emas, mandaq to'stimishda o'tirmiz, mandaq holatda o'tirmiz. O'ttasaqmi shu 20-30 yaqin balpatimizga yig'ib supinosga mushuna holatda o'ttasaq endi. Qolgan 20-30 bal pastda nim qiladi. 1-2 soat bular pastda mangandan keyin simot o'tag'in olmaydi. Mapsipsklar tushimiz, ular bizning o'rimizga chiqadi. Ashundaq tanat qozdiq endi. Ochqidi, akardi, kechsin to'xtamadi. 7-cheslar bo'lgan chaqda endi balalarning bir turkumlarini bir chatdan so'roq ochiqdi, so'roq chiqmag'ali bormi deb kirib bilan bir chatdan so'roq ochiqdi. Ochiq jarayondan bir turkum balalarni endi qo'yilgan balalar qo'yildi, lekin qo'yilib ketgani bilan yani o'rniga yani davomliqlam yani 7-cheslarmi yani balalarni davomli akiribdi endi bu yerda. Yettinchilar bo'lsin, 7-chilar shu holat o'tdi. 8-chilar bo'lgan chaqda akirdigan balalar asosiy tugab, qo'yib berilgan balalarni bir qism balalarni qo'yib etgan bo'ldi. Endi ochiq so'roq ochiqda so'roq ochiqqan so'raydigan bir nechta turli savol bor. Hammamiz o'xshash so'ralibdi. Namoyish qatnashding, namoyish qatnashgan kimlarni taniysa yoki bo'lmasa namoyishga seni kim ib keldi? Lekin sen shu namoyishga qanday qaraysan degan bir qancha turli savollarni so'radi. Shundan keyin endi akirdigan balalar bir azlab ketgan bo'ldi. Biz shu orliqda, sşu o'rinda endi shu bir kamerada 60 qimbaldan 30-40 tushibdik, shu qo'yib berilib. Shu holatda 2 oyni shunday tug'izdim, 2 tudim endi 2 oy tudim yerda. 2 oydan keyin hammamizni qarxozga yo'tkazgan bo'ldi. Yo'tkab hammamizni ayrim birdan kamerlar chechib nima qilib atgan bo'ldi. Men 3 oy bo'lgan, naqs 3 oyga to'shqan kunisi menim qo'yib atgan bo'ldi. Chunki balkim meni qo'yishsa ya naq maydon bo'lmaganligimni unutmadim. Ammo u kungi ahvollarni endi men birlikqa ko'p tasvirlab beramadim. Haqiqatan bir qo'rqinchli, odamning bir esidan chiqmagandek bir ishlar yuz berdi. Hattoki shu gazarmadagi bo'lgan ishlarni men ko'p o'ylab aslab berishga tirishdim, lekin bizni asosan beshimizni ko'targizmagandan chiqishlarni ko'ramadim. Ammo u yerga ikki narsani angladim. Birisiga Xitoylarniki satib vaqirgan ovozi, ikkinchisiga baloq tegayotgan shu kaltakning ovozi. Shunga bizniki vaqt tutib turish o'rniga kirgan ko'rganlarim shu bolalarning ko'parak endi 5 ketgan bolalar, 5 yilib ketgan bolalarni ko'parak shu gazarmadilar meni. Chunki vaqt to'xtatish o'rnida asosan bir necha soqchi bir necha kunda boya ularning qo'ldim kaltak bor, lekin ular asosan Uyg'ur. U yerda endi biror bolalarniki tayoq yeganini ko'rmadim. Lekin shu yerilgan, shu o'shidan ketgan, shu chiroyini to'noqsib ketgan bolalarning hammasi shu gazarmaning ichida, shu Xitoyning harbiy gazarmasi shunda bo'lgan. Bundan boshqa u bolaning boshqa bo'g'adek shu holat tushib qolgandek boshqa o'rin yo'q endi bu yerda. Meni ko'rganlarim shular oldi endi. Qarindishimiz Imom Hasandan Alloh rozi bo'lsin. İntayin içinişlik hem bir tasvirligili bo'lmaydigan hayotidagi birinchi kunidan 3 oygachilik bo'lgan musibatni xuddi kino lensida ko'z oldimizda o'tkazib berdi. O'tag'anlarning ichidan nurg'unlari Xitoy turmusini ko'rgan, Xitoyning azobini tatgan, o mal'un kafirninki qandaq rahimsiz, qandaq shafqatsizligini hammamiz bilamiz. Demak, nurg'un qolaysizliklar shu naq maydondagi amaliy paktni deb berishdan to'sib qolgan. Ya'ni bosh ko'ziga to'xtamasdan tayoqning tegishi, uningdan muddaolarning beshini ko'tarmasligi. Buningdan bu razil tajovuzchi kommunistlarning biz sizlarni bosh ko'tarmaymiz deyishi maqsad qilingan. Alloh taolo bu mal'unlarni o'z fazli bilan mag'lub qilsin.